Hammaga salomlar bilan men uzoq tanaffus va yana videoni boshladik. 2000 years later. Sizlar bilan men uchun yana Darkin John yoki Darkin Skin. Xullas nima bo'lsa ham biz o'sha videoga qaysi video sizlaring bilmayman. Короче, bu yangi video. Oxirgi videomni ko'rgan bo'lsalaring kerak. YouTuberlar bilan birga bo'lgandim. Ammo yaqinda ular ko'chib ketishdi. Biri Turkiyaga, biri Seriz etyapman, hazillashyapman. Biri Turkiyaga, biri Gulistonga. Shuning uchun menga ahamiyat bermaysizlar va biz videoni boshladik. Bonus chest ochamiz, olamiz. Ichimdagi narsaga ahamiyat o'z berar ekan. Bilmadim. Modlar topdim. Keraklimi, keraksizmi bilmayman. Qanaqa modligini o'zlaring yozib qoldirsalaring aytib qo'yasizlar. Obunachilar YouTube'da ko'p bo'lmayapman. Birinchi sababi bahona emas. O'qish aniq. Ikkinchisi kasalligim. Sizlarga aytmaganman va hozirgacha aytmayman. Sizlar menga 100 ta obunachi, 150 ta mayli, yig'ib bermaguncha shuncha payt ichida bo'lmasa yo'q. Men ham aytmayman qanaqa kasalligim. Uncha jiddiy emas, lekin A darajali. A+ bo'lsa ham mayli. Obunachilar mana yangi skinimiz bu. Sizlar ko'rgan YouTuber skini endi yo'q oramizda. Undan voz kechdim men. Obunachilar bu yoqda yo'q, nimagan his qildim. Yo'q. Diarit. Menga ston kerak. Men 1.26.3.1 versiya o'ynayapman. Menimcha katta yangilanishni ko'rmaysizlar menga. Agar men eskilarimni solishtirmoqchi bo'lsanglar, xo'sh davrlar. Eski Minecraft sog'inib qolganman. Sehrabring davri. Afsona. Bu butun jahon afsonasi. Notishda birga xatosi butun afsonaga aylangan. Obunachilar 26-versiya kuchi debdi. Uje sindi buni, Nima deb so'kay? So'ksam rozi bo'lasizlarmi? Yo'q, qarshi bo'lsanglar aytinglar. Men bu yerda craftlar ko'rsatadigan qo'ygandim-ku. Afsus. Yo'q, maylincha. Chiqib olamiz va videoga qaytamiz. Qaytdik. Obunachilar yomon xabarim bor. Kasalim jiddiy. Bo'lmasa ham lekin yurakda bor ozgina. O'tgan ya'ni. Yo'q, rak deb o'ylamanglar. Rak emas. Qo'rqitmanglar meni ham bunaqa. Yo'q. Minecraft'im haqiqiy 100-darajada. Nega aynan oxirgi videomni o'sha payt kontrda oldim deb o'ylaysizlar? Sabablar katta. Minecraft'ga kerak narsalarni topaman. Topsam sizlarga aytardim. Yoki o'zlaring ham menga qanaqa mod borligini yozib qoldirsalaring, tortishga harakat qilib ko'raman, meni yomonlamanglar. Qo'limdan kelgancha video chiqaraman. Hamma birinchi shu narsani o'tadi. Hatto sizlar bilgan eng mashhur YouTuberlar ham shu narsani boshdan kechirgan. Hamma YouTube kanal boshlaganda shunday bo'ladi. Lekin mening nomer 1 darajasida hamma o'qishga, ham YouTube'ga vaqt topishadi. Menchi. Meni vaqtim kam. To'g'ri eshitdilar, meni vaqtim kam.
Shuncha qo'lni kelguncha video chiqaraman. Jim qo'ymayapman. Tomog'imni ham bor ozgina. Kiribman. Dunyodagi eng katta xatoni hozirgina yo'l qo'ydim. Nima bo'lyapti? Serious. Shular hozir yasagan hamma narsam kerak bo'ladi. Bitta qaramanglar, kerak bo'ladi. Ovozim eshitilmayotgan bo'lsa ayb emas. Qo'limdan kelguncha harakat qilyapman. Yo'q, serious aytaman. Qo'limdan kelguncha harakat qilyapman. Hazillashayotganim yo'q. Va enchantmentlarni videosi olmoqchiman. Qanaqa videoslaring? Ko'pchilik oramizda sehrlangan kitoblarda sehrlash bilmaydi, hech. Kamchiliklaring. 100dan qarab 5-6% bilmaysizlar. Yomonlash yo'lda emas. Biladiganlar menga negativ yozmanglar. Bilmaydiganlar nazarga tutyapman. O'shanga video chiqaraman. Yoki YouTube'ga ham olib ko'ringlar, chiqib qolsa. Kontentni bekor qilaman. Bilaman, qiziq bo'lmaydi. Lekin tushuninglar, men ham orada bir kelmay video qo'yaman. Ya'ni uyda bo'lmayman. Telefon keladigan bo'lsa, telefonni bermaydi. Shuning uchun qo'limdan kelguncha video chiqaraman. Hozir qaytdim, o'zim kerakli sinab. Bu yangi menimcha buni temirda buzish kerak. Bilyat. Obunachilar men o'yin boshlanishidan hazillashyapti. Ichkani ko'raman. Pastda temir bor. Apple. 1 minut. Menga yomon qaramanglar. Men faqat qishloqqa borib kelganim sizlar o'zingiz ko'rgancha. O'ldim. Nega aynan meni paytim? Qo'lni kiyinchi yuraman endi. Lupa. Emerald qilib qo'yganmiz. Lekin ay, qarras. Darmani katta jonivor. Qoch. Obunachilar. Umrim ziyoda qoladi. O'zini rashidlardi. Uni chiqishgandan keyin bilasizlar. Qishloq aholisi zombiga o'tdi. Qoch. Chiq suvdan chiq. O'ylasan. To'g'ri aytasizlar o'g'lashlar. Dur. Uxlashim kerak. Tun o'tkazardim. Ha, respawn point set bor. Menga chitni yozib qildinglar demanglar samlab. Qanaqa chit yozganim yo'q. Bu emerald deyiladi bu nom. Trade qilib sotib so'radingmi sizlar? Ana bu nomini temir neydi deb turadi. Bak. Bekka orqasidan sola turasan. Atrofini qilib avopasga kirib chiqing. Kiraman ekanman. Temir kerak. Ur maras. Vaqtimiz kam qolmoqda. Qismlar ko'p bo'ladi. Bunda hamma ro'da bor deyarli.
Kulik tushdi menga, hammasini birdaniga davolaydigan. Uzanıyor. Ne bu tarafta keskin mi? 80 bin kalıp gelişmiş olmuyor. Kaçkın buldum. O kadar acınız. Padarin yana. Utur. Amaçlar. Dali çek. Şurası. Yağımız geçer. Kaç koyacak. Öyle işte. Nihayet. Ablaçlar. Vaktimiz kam kalmoqda. Yani yetimden ko'p video chiqaramayapman. Birdan ikki qism qo'yaman. Unga nito qaramaydi. Men serious yeyaptim. Birdan ikkita qism qo'yaman. Qaysi birini olsa? Sakrasam o'ylayman. Bilsem hayot yo mamot. Bak. Yo'qotdan nariga hayotga meni. Yasham kelmayapti. Rahmat. Hazillashdim. Obunachilar sizlarga sirli joy ko'rsatib ketaman. Va mana shu orolni sidini o'zim tekshirib ko'rsam ham bo'ladi. Seriozlikcha aytyapman. Eski versiyalarda, eski Minecraft versiyalarida hepsini ko'rdik o'xshaydi. Sizlarga ham zerikibman, to'g'rimi? Hozir qaytdim. Sizlarga zerikali bo'lmasligi uchun qaytdim. O'sha videoni to'xtatib o'raman mana. Hozir uchmasini ko'ringlar, mana shu zo'r narsa bor. O'xshaydi. Ana. O'z basharasi bilan chiqib keldi. Obunachilar, hozir kelaman. Oldim. Sizlar hozir ko'rdilaring shuni. Nasıl bulardi mana. Bu haqiqiy. Ishonmasangiz kirib ko'ringlar. Sizdan pastga yozib qo'yaman. Isbot dalil hisobida mana. Kelamiz, olamiz, oltin olmani tiqamiz. Blokni buzamiz. Shuni tiriltirib ketaman. 3 2 1 Obunachilar, day sanaymiz. 3 2 1 va 3 2 1 videoni to'xtatamiz.